E deganda o'zi asli, tushunyapsizlar? Shu e nin bo'lishlik kerak edi. Qisqartirma shaklisi esa shu n bo'lib ketyapti ekan. Shunga e'tibor. Ya'ni aytayaptiki, Stiven janob bu hafta banddek ko'rinadi degan ma'no beraveraman. Tushuntira oldimmi? Banddek ko'rinadi. Town chuen mannajar bu hissoyo. Kim tarjima qilib bersa 5 shunga. Ha. Yo'q, qoyili esinglarda bor ekan. Peshinasiga ham qo'yib beraman 5 ta. Kundalik yo'q bo'lsa. Mashinaning Nemsiyaga nayo, Omoniga yuri ril hashina payo. Mashinaga qaranglar, e'tibor bersanglar, hana payo demayapti. Nima uchun? Hashina payo kelyapti. Anondaqa hurmat shakli. O'sha, to'ppa-to'g'ri. Demak, mazali Nemsiya kelyapti, chiqyapti. Demak, onam ovqat pishirayotgandek ko'rinadi. Ga o'xshaydi. Mazali Nemsiyaga kelyapti dedi. Yo'q, mazali hitda, Nemsiya degani hit. O'zi yana ba'zi holatlarda Nemsiya yomonroq ma'nosi ham yomonroq hitga misol ham keltiriladi. Napins Nemsiya deb ketaverasiz faqat aytdi. Keyingisi yong'oqga qinlanma payo. Saramdiri kipchang apakuru naugo isso. Endi qarasanglar, kinoteatrga bordinglar. Kech qolib bordinglar. Yo'l kiri makyoso, nomi nichosi. Yo'l tirband bo'lgani uchun kech qoldinglar. Kamyon saramdiri naugo isso. Chiqsiz borsiz, nima qilyapti? Odamlar chiqib o'tiribdi. Vah! Dis. Shuncha pulim qaytib qolibdi deysiz. Kirovering chiqadi. Nima deysiz? Kino tugagandek ko'rinadi, tugaganga o'xshaydi deb ma'no bersak bo'laverar ekan. Kelishdiga? Chigimning shvinin shiganinkayo. Yo, shiganinka payo. Saramdiri poktoe navainne. Pokto nima edi? Ano, koridor. Yodlagan odam bilinadi-da. Javob aytib bersam ham bilmayapsizlar-a? To'ppa-to'g'ri koridor. Hozir tanaffus vaqti bor-ku, sizlarda maktabda to'g'rimi? Tanaffus vaqti. Hamma tashqariga chiqib oladi, nimadir qurib qolayotgandek. Shunaqa payt. Dam olish vaqti deb ko'rinadi, vaqtiga o'xshaydi. Odamlar, endi o'quvchilar koridorga chiqib turishibdi ekan, deyapti. Kelishdiga? Oson grammatika bu. Bo'ldi. Bo'ldi. Tez yozamiz.